Assalomu alaykum, qadrdonlarim, tinchliklar, omonliklar, jonlar sog'mi. Bugun yakshanba, 20-aprel, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumaniga yetib keldik. Bugungi so'mkalarimiz xunajinlardan bo'ldi, yosh qisir xunajinlardan bo'ldi. Hurmatli obunachilar, qadrdonlarim, bemalol kofe damlab, choy damlab, yonboshlab ko'radigan video bo'ldi. Chunki bugun narx qachadi akalar. Havo tekin bo'lib ketdi, chanoringlar havo tekin bo'lib ketdi. Xo'p, reklama xizmatini boshladik. Hurmatli obunachilar, ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar. Qanaqa reklama bo'lsa, borib o'zimiz video qilib, chiroyli qilib, Instagram, TikTok, YouTube'larga joylaymiz akalar. Uzoqdagi hurmatli obunachilar bo'lsa, chiroyli qilib video qilib tashlab qo'ysanglar. Telegram nomerlarimni ham yozib qo'yaman. Shu nomerda telegramlar ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bemalol yozib naqlaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana xunajinlarga ham keldik. Zot qanaqa desak, mashina deyapti. Zotiga o'zingizlar baho berib ko'rasizlar mana. Yemoq-ichmoq yaxshimi? Nech pul deyapsiz? 22 million so'm kami bor. Ko'rishlar mumkin. Bo'ylarni shuni o'lchab berim. Bo'ylari 1.32 chiqdi, hurmatli obunachilar, ko'rishlar mumkin. Zot qanaqa desak, aka shved bo'lsa kerak deyapti. Menga shvedga gibrid. Hurmatli obunachilar, o'zingizlar ham baho berib ko'rasizlar. Aka xunajinmi? Yo tuqqanmi bir qator? Hal tug'magan-a? Bo'ldi mana. Qisir xunajin. Ha? Ikkinchi kuni endi chiqadi ekan. Ko'rishlar mumkin. Yemoq-ichmoq yaxshimi? 200% javob deyapti. U degani bir haftasini bo'ldi. Yemasi ichmasam olmayniki deyapti. Aka, nech pul dedik? 28 million bor. 28 million so'm kami bor. Bozor nech pul qildi? 24 million, 24,5 million beryapti ekan bozor. Keyingi xunajinimiz ko'rishlar mumkin. Aka bu oldin tuqqan tug'maganmi? Xunajina hal tug'magani bo'ldi. Ko'rishlar mumkin. Savlatlik, zot yaxshi. Aka zot qanaqa? Zoti. O'zimizning metnimonlar, yosh. Bo'ylari 1.37 chiqdi, hurmatli obunachilar, mana ko'rishlar mumkin. Yemoq-ichmoq yaxshimi aka? Mashim zo'r. Bir hafta sinovi bor. Bo'ldi aka. Nech pul deyapsiz? 25 million so'm kami bor. Bozor qildimi mahalla-ku? 22 million 500 ming qildi, bermadingiz. Bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar, 3 dona xunajin chiqdi, hammasi akamiz o'zidan, hozir olasidan boshladik. Zot qanaqa desak, aka zotini bilmay to'g'ri deyapti. Aka yemoq-ichmoqlar qanaqa uchalosini? Zo'r-a? Bo'ldi. Ismidi ham, tepmedi ham. Bo'ldi mana. Nech pul deyapsiz aka xunajinlarni? 20 million. Olani 20 million deyapsiz. O'rtadagi 22 million deyapsiz buni. Bu to'qolimiz-chi? 27 million kami bor ekan mana to'qollarimiz mana. Bozor qaysini nech pul qildi aka? 23 beryapti. To'qolga 23 million berdi. O'rtada shaqliga 19 million berdi. Olagachi 18 berdi, bermadi. Bo'ldi mana. Ko'rishlar mumkin, hurmatli obunachilar. Hozir atroflarni olib qo'yamiz. Xo'p, o'rtadagi molimiz, molimiz to'qol molimiz. Oraliqqa giromiz, endi hab qo'yingizlar. Tak, bo'ylari bir xil. Hammasini. Ko'rishlar mumkin. Aka telefon nomeringizni qoldirsak bo'ladimi? Bozor sotilmay qolsa. 94lik 872 77 73. Ismingiz? Abdurahmon aka deb aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston vaqtining inobatga olgan oldi. Ishi qayerda? Andijonda. Bo'ldi. Dastavkasi bormi yo'qmi? Dastavkasini qilib beraveramiz, mana ko'rishinglar.
telefon qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Keyingi Qashqa yoshroq xunajinimiz ko'rishlari mumkin. Ozgina to'g'risi shamollab qolibdi. Xo'p. Bu yolib ololmayman ekan, hozir ko'rishimiz mumkin. Aka, yemoqchiman qanaqa uka? Zo'r. Yeb ichishga javob. Bir hafta sinovi bor. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz? 18 kam. 18 million so'm kami bor. Nech pul qildi bozor? Bozormi? 14 milliard. 14 million 500 qildi bermadingiz-a? Bo'ldi. Hurmatli obunachilar ko'rishlari mumkin. Bittasi Angusga gibrid, ikkinchisi Simmentalga gibrid xunachilarimiz. Xo'p. Yemoqchimog'i yaxshimi otaxon? Zo'r, juda yaxshi. Zo'r, chiroyliga bir hafta sinovi bor. Bo'ldi. Nech puldan deyapsiz? Buni 13 qilishyapti, qorani narigini 14 qilishyapti. Angus gibridni 13 million qildi bozor, bermadingiz. Simmental gibridni 14 million qildi, bermadingiz. O'zingiz nech puldan deyapsiz galosini? 33 deyapman endi. Jipiga 33 million so'm kami bor. O'zi yaqin qilib aytib qo'yibsiz. Yaqin bo'ladi. So'rashib beraveramiz. Bo'ldi. Ko'rishlar mumkin. Shuni oraga qisilib, orqalarini o'pamiz. Hurmatli obunachilar, mana egalarni ham xijolat qildik. Yaxshi chiroyli qilib berdim buni. Keyingi xunajinimiz shvedga gibrid. Bugun bo'ylari balandgina, yaxshi ekan. Hali xunajin ekan. Ko'rishlar mumkin. Kimsiz? Aka, yemoq ichmoq qanaqa? Yemoq ichmog'i. Zo'r ha, inshaalloh. Bo'ldi. 28 million kami bor. 22 million, 24 million 500 qildingmi? 24 million 500 ming qildi akamiz mana. O'rtada savdo bo'lyapti. Kelish qolsa inshaalloh barakasi bo'lib ketadi. Keyingi xunajimiz zot qanaqa desa aka Chorniy Pyotraga gibrid bo'lsa kerak deyapti. Akamiz o'zi, lekin zotdor Vodiy Olex zotdor yaxshi mol ekan, xunajin. Oldin tuqqanmi desa aka xunajin hali deyapti. Bo'ylarni shuni o'lchaymiz. Bo'ylar 1.43 chiqdi, hurmatli obunachilar ko'rishingiz mumkin. Kurey yorma yana yorganmi? Yorgan aka kurey bor. Kurey bor, bo'ldi. Mana. 26 million so'm kami bor. 24 million so'mga bermadim deyapti akamiz. 25 shirsan ekanga beraver. 24 yarim qilib qo'ying qichog'i. Bo'ldi, 25 millionga sotadi ekan, hurmatli obunachilar. Keyingi xunajinimiz, hurmatli obunachilar, zot qanaqa desak, bilmayman aka, deyapti. O'zingizlar baho beraverasizlar, kommentariyaga yozib ketaverasizlar. Shu oq molimizni. Xo'p. Aka, yemoq ichmog'i yaxshimi? Nech pul deyapsiz? 22 million deyapti. 22 million so'm kami bor. Bo'ldi. 22 million so'm kami bor. Bozor qildimi? Qildi. Nech pul qildi? 18 yarim. 18 million 500 qildi. Bermadingiz. Bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar ko'rishlar mumkin. Hurmatli obunachilar, o'zim qadrdonimdan, akaxonimdan xunajin chiqdi. Yemoqchi javob deyapti. Yig'jolat. Zoti gibrid, shvedga gibrid aka. Ko'rishingiz mumkin. Hop, 18 milliondan kami bor deyapti. Bozor qildimi? Ha, 16 dan beriyor. Ha, qo'yib 16 milliondan beryapti. Bermadingiz. Ko'rishingiz mumkin mana. 18 million so'm kami bor, 16 milliondan beribdi, berilmabdi. Xo'p, keyingi xunajinlarimiz bu toza shved aka deyapti, 100% deyapti. Narigi xunajinimiz esa o'zimizni jaydari qora molni bolasi. Akalar ham xunajin. Aka, yemoq ichmoq qanaqa? 100% javob. Inshaalloh aka bir hafta sinovi bor.
Bo'ldi. Necha puldan deyapti? 16 milliondan kami bor, ha? Bo'ldi. Jupiga 32 million so'm kami bor ekan. Bo'ylar, shvet bo'yini shuni o'lchab qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Bir 31 chiqdi, hurmatli obunachilar. Shvetimiz, narginimiz esa sal pastroqqa uni olib ko'ramiz bo'yin. Buru 27 ekan, hurmatli obunachilar mana. Buru 31, buru 27. 32 million so'm kami bor. Hurmatli obunachilar, baraka bo'lgan o'zimizning joydagi xunajinimiz mana. 11 million so'm kami bor ekan. To'g'ri bu necha oylik? Gaplashyapti. Oyini so'rab qolaman, bo'ylarini o'lchab olamiz. Bo'yi 1.16 chiqdi, hurmatli obunachilar. To'g'ri, yoshiga to'lganmi bu? Ha? Necha oylik? To'lmagan yoshi. Ha, yoshiga to'lmagan xunajinimiz mana, hurmatli obunachilar. Ko'rsatdim 1.16 mana. 11 million so'm baraka bo'pti bunisi. Keyingi xunajinimiz Shvedga gibrid, yana bitta. Hop. Olsun mana ko'rishlar mumkin. Yamoqchi qanaqa desam, aka javob deyapti. 15 million so'm kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ylarni shuni o'lchab qo'yamiz. Bo'yi 1.22 chiqdi mana. Bozorlar olsam ketdi. 15 million so'm kami bor. Rostdan arzonlab ketdi bugungi bozor. Bugungi bozorimiz. Keyingi xunajimiz Shvedga gibrid. Baraka bo'lyapti, gaplashilyapti. Gapni bo'lgimiz kelmaydi. Bo'ylarini o'lchab qo'yamiz. Bungacha narxini ham bilib, baraka bo'layotganini ham ko'rib. Bo'yi 1.23 chiqdi, hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Akaxon necha deyapsiz? 12 million 800 berdingiz. Aka 1.23. Aka necha pul berdingiz? 12 million 800 berdingiz. Bo'ldi. Necha pul deyapsiz o'zingiz? 14 million bo'lsa berib yuboraman deyapsiz. Bo'ldi, hurmatli obunachilar. Aka bu baraka bo'ldimi? Necha pulga baraka bo'ldi? 8 million 300 mingga. Bo'ldi. Mana, hurmatli obunachilar, to'qol molimiz baraka bo'pti. Akamiz o'zidan 8 million 300 mingga baraka bo'pti, hurmatli obunachilar. Buni zoti qanaqa dedingiz? Germanskiy Shvet, ha? Bo'ldi mana. Germanskiy Shvet ekan mana, hurmatli obunachilar mana. Baraka bo'lgan. Novvos ekan bu. Ming bor uzr akalar. Novvosimiz. Bu ekan. Keyingi xunajinimiz, hurmatli obunachilar, Shvedga gibrid. Kimdan so'rasangiz Shvet deydi. Endi o'zingizlar baho berib ko'rasizlar. Shvet trendda. Aka yemoqchi qanaqa? Inshaalloh bir hafta sinov bor, ha? Bo'ldi, bir hafta sinov bor. Bo'ylarini o'lchab qo'yamiz. Bo'ylari 1.23, bir xil chiqdi uni narigi bilan. Necha pul deyapsiz? 13 million kami bor, ha? Bo'ldi. Bozor qildimi? Bozor qildimi? Hali bozor qilinmabdi mana. O'zimizni joydari, lekin parodasidan ko'rishlar mumkin. Yemoq-ichmoqga javob deyapti. Hop, bo'ylarni shuni o'lchab qo'yamiz. Buru 12 chiqdi, hurmatli obunachilar mana. Ko'rishlar mumkin. Necha pul dedik? 14 million kami bor. 14 million so'm kami bor. Bozor qildimi? Necha pul qildi? 12 million qildi bermadi. Bo'yi 1.12 chiqdi. Keyingi xunajinlarimiz mana ko'rishlar mumkin. Jaydari o'zimizni xunajinlardan.
Paroda. Jaydar deyapsiz. Bo'ldi. Eston Paroda deyapti. O qorachi. Bu sizdanmi? Yo'q, zoti. Bo'ldi, o'zimiz Jaydar ekan qorasi. Ko'rishinglar. Buni 13 million kami bormi? 13 million kami bor. Boradi shundan. Yo'q, donasini aytavering. 13 million so'm kami bor. 12 million so'm kami bor. Ko'rishinglar mumkin, hurmatli obunachilar. Yemoq ichmoq yaxshimi? Javob, bir hafta sinov bor. Hurmatli obunachilar, toza shivet degan mana shu bo'ladi. 5 oylik ekan mana. 5,5 oylik ekan. 5,5 oylik xunajinimiz mana. Ko'rishlar mumkin mana. Tuyoqlarni ham ko'rishlar mumkin. Katta-katta videoga emas, video ham shunaqa. Ko'rishiga baho beringlar mana. Toza shivet 5,5 oylik. Xo'p, bo'ylar shuni o'lchab qo'yamiz. Bo'yi 1.17 chiqdi. 16 million kami bor, opa. 16 kami bor, 14 ga berilmayapti. Qo'shganga sotiladi. Bo'ldi. Bozor 14 million qildi bermadingiz. Ustiga dumalab qo'yib beraverasiz. Bo'ldi. Yemoq ichmoq qanaqa? Hamma yo'q joyda. Bir hafta sinov bor. Bir haftasi 10 kun ham sinov. Bo'ldi, 10 kun ham sinov bor ekan mana. Obunachilar. Hurmatli obunachilar, mana endi baraka bo'lagandan oldin tog'amiz chaqirdi. Tog'a mana baraka bo'lyapti va shida. Majmolmi yo'qmi? Borsa bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin, baraka bo'lagan joyini videoga olyapmiz. Aka 18 million kami bor deyapsiz, 16 million qildi-da. 16 million qilyapti mana. Bering endi aka. Mol ko'p. Bunga hayvon tashadi lekin. Qisqasi, ikki tomonga ham, masalan men betarafman, hurmatli obunachilar, Bitta gapda 100 ming so'm bersam berasizmi? Men sizga chep ashib. Sizga ashib. Yo'q. Endi meni qo'shmayman endi ketaman. Yo'q, chep. Ma'qul kelsa 100 ming so'm. Tashlab berdim 200 ming Yo'q, so'm. 5 tepa sizga choyizga 100 ming so'm. Chep. 16 million. Yo'q, yarim deb turib kattalik qilmadi. 200 ming so'm tashlab berdim men ham. Bo'pti desam mana 100 ming so'm yana qo'y. 16,5 milliondan kam bor dedingizmi? 100 ming so'm yana qo'y. Chep, sizga bermagan narxini 16,5 kam qilib beraman dedingizmi? bu demadi. Va ikkita oldingmi? Bo'lmadimi tog'a? Baraka bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q. Yana bitta tepamiz bor. Voy, qisilib qoldim ikkita molni orasida bor. To'rtdan olyapti. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu videomiz ozgina cho'zildi. To'rtta xunachi sizdan aka? Bo'ldi, qisra hammasi. Bo'ldi, oldi tug'magan. Bo'ldi. Zotlari qanaqa aka bularni? Zotlari. Yo'qlari shu. Arash. Ochvetga gibrid. Bo'ldi. Qisqasi gibrid ekan akalar, o'zingizlar baho berib ko'rasizlar. Aylanib olgani odam ko'p qo'yadi, yo'liga akalar, hurmatli obunachilar. Ba'zi mollarni orqa taraflarini, oldi taraflarini ola olmayapman. Ba'zilarini yonboshdan olib qo'yapman, ba'zilarini oldindan olib qo'yapman. Aka, 1.30, 1.20 plus. bo'ylarimi? Aka, mana metr bor aka. Shunday joy o'lchaymiz mana. Qimirlavermasa olamiz mana aka. To'g'ri gapirsiz, 130. Hurmatli obunachilar, mana oldidagi Shvet gibridimiz 130 chiqdi. Men ham aytmadim sizga ashinga, yo'q. Men ham aytmadim sizga. Yo'q. Akamiz qisqasi 16,5 million bering, olib keting dedi tog'amizga. Mana shu tog'amiz rosa talashyapti. 16 million 100 berdi tog'amiz oxirida. Oxirida 16 million 100 berdi, bermadi. Yo'q, men ham Aka 50 ming qo'shib beraverasizmi? Yo'q, yo'q. Tog'a 50 ming qo'shib qo'lini qisib berib yuboradi. 50 ming qo'shing. Bular necha yildan kam bor aka? 3 olotini ayting, narxini. Bular 17-16 dan kam. 18 million so'm qora molimiz, 18 million kami bor. Onani 17 million kami bor. 16 kami bor. 16 million so'm kami bor mana. Hurmatli obunachilar, o'zi asli mana 18 million so'm kami bor dedi. Tog'amiz mahkam yapgani uchun 16 millionga so'radi. 16,5 million. 16
1,5 million bering olib keting deyapti Jicha akamiz. Sherigi berib yuboring deyapti lekin 16 ga. Yemagan o yüzden. Tog'a, bitta 16 million 200 qilib bersa berdi, bo'lmasa ketaverasiz. 16 million 200 qiling-da. Yo'q, unga bo'lmaydi. Yine aşçı bırak bunu. Ha, bo'ldi. Tog'amiz ham jicha qimmattiradi, 16 million 200 ga akamizdan deyman deyapti. Bo'lsa beraman. 16 200 ga berib yubormaysiz aka. Yemoqchi bolalar yaxshimi aka? Zo'r. Bir hafta sinov bor-a? Bo'ldi.